Zəpə polosuniki yeyişlik bolğan tayyorlash usuli öyrənməkçi bolsanız yürək berib qoşuyelim. Aldı bilan 2 kilogram guruchni sovuq suvda pokiz yuyib tayyor qilib olib, 1,5 kilogram kala va qo'yg'ishni sovuq suv silib, bir qo'shiq tuz silib, qaynatib ko'pkinilib suzib olib, qozonga qishimaydin 200 gram qo'yib, bosh piyozni 100 gram silib, sag'atib, mayni tamlantirib suzib olib etib, orqadan tayyor qilib olgan go'shtni silib, bir oz aralashtirib, qo'rib, go'shtni qizartib, suzib olib, oldidan to'g'rab tayyor qilib olgan qo'yni quyruq maydin 100 gram, bosh piyozni 100 gram silib, aralashtirib, qizarganda to'g'ralgan sabzini 1 kilo 800 gram silib, tuzdan 5 gram silib, bir oz aralashtirib, qo'rib bo'lgandan keyin suvdan 2 kilogram suv quyib, shakardan 1 qo'shiq, 1 qo'shiq zir silib, qaynatib, sho'rpisidan yarimchini olib olgandan keyin ustiga tayyor qilib olgan go'shtni silib, zapadan 1 gram silib, bir oz qaynatib, tam chiqqandan keyin yuvib tayyor qilib olgan guruchni ustiga ratlik silib, suratda ko'rsatilgan bo'yicha o'tirisini azgal qilib, guruchni sifab, tuvoqni yopib, ishtik o'tda 5 minut, o'tirhal o'tda 10 minut dumlab, tuvoqni ichib, guruchni sabzining ostiga tushirib o'rib, ratlab, cho'k bilan tushk ichib, ilib olgan sho'rpisini ustiga qo'yib, yana ratlik sifab, tuvoqni yopib, o'tirhal o'tda 5 minut, bo'sh o'tda 10 minut dumlab, poloni dam yig'izmi. Polo pishgandan keyin go'sht va sabzi guruchni aralashtirib, taxsiga usib tayyorlasak bo'ladi. Polo ichishni o'rganib, maxsus poloxona ichishni o'ylashayotgan do'stlarimiz bo'lsa, yurak berib qo'shilib, ayrimxonda maslahat so'rang.